Assalomu alaykum akalar. Yangi tovarlarimiz yetib kelgan. 1 tonnagacha ko'taruvchi elektronli muravellarimiz, bort razmerlarimiz 180 ga 130 ga qilib ishlangan. Balon razmerlarimiz esa 500 ga 12 li old orqa, akkumulyatorlar 6 tali, 70 amperli akkumulyatordan, miya motorlari 1500 vattli original miya motorlar bilan jihozlangan. Ikki yonda tegalar mavjud akalar, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Faralari 5 tali faralar bilan jihozlangan. Komplektida mana bunaqa oynasi, keyin zapaska balon bo'ladi. Signalini tayyorlab o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kaska, balon ключ, hamma narsasi bor akalar. Hop, tablo qismlari akalar mikrofon kolonkalargacha mavjud. Portlari Cobalt tiki bilan bir xil qilib ishlangan. Bundan tashqari akalar, boshqacharoq modellarimiz ham bor. Bular ham 1 tonnali, port razmerlar 180 ga 130 li, miya motorlari 1800 vattli, akkumulyatorlar 6 ta, bunda ham 70 amperli akkumulyatorda akalar. Faqat farqi yonida tegasi yo'q akalar. Buni ham yurish kilometri 60 kilometrgacha bemalol yura oladi. Yurish tezligi 50 tezlikgacha chiqadi akalar. Har xil ranglardan mavjud. Xohlasangiz qora, mana bunaqa mokriy asfalt, xohlasangiz mana bunaqa ko'k, yashil shunaqa ranglardan ham bor akalar. Hop, tiyagalilarimiz mokriy asfalt bilan qora ranglardan bor. Bemalol past terminalga telefon qilib kelishingiz mumkin. Akalarim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.